Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun bulg'or qalampiridan do'lma tayyorlash niyatidamiz. Mana mahsulotlarni tayyorlab oldik, hammasini yuvib. Bulg'or qalampiri 1 kilo bulg'or qalampiri, yarim kilo qiyma, 5-6 ta kartoshka, bitta katta piyoz, bitta pomidor, sarimsoq bo'lakchalari va sho'rvasiga solishga ozgina suyakli go'sht. Ukrop. Birinchi o'rinda sho'rvasini sovolamiz. Songa yog' sovoldik. Endi qovurishni boshlaymiz. Ancha katta. Hozir suyeni qovurib olamiz birinchi o'rinda. Ketidan piyoz qo'shib qovuramiz. Kartoshkani solib qovuramiz. Tomat qo'shdik. Tuz qo'shdik. Buni soldik. Endi qaynashini kutamiz. Tavora ham qo'shdik. Endi piyozni to'rab, qiymasini tayyorlaymiz. Zelinani to'rab solamiz, ko'katlarni. Ukrop to'rab solamiz. Maza beradi. Endi bitta pomidor to'rab solamiz qiymasiga. Iloji bo'lsa postini olib tashlash kerak. Postini olib tashlasak, keyin ovqatda odamni tishiga kirib g'ashiga tegmaydi. Ko'pchilik yoqtirmaydi pomidorni posti bilan pishirilganini. Pomidor, ukrop, chesnok, piyozlarni to'rab oldik. Endi qiyma va guruch qo'shamiz, tuz qo'shamiz. Endi hamma narsani solib aralashtiramiz. Qiymasini tayyorlab olamiz. Hozir bulg'or qalampirlarining ichiga mana qiyma to'ldiryapmiz. Bizga yordam beradigan bolalar ham topilishdi. Mana ular ham tiqishyapti. Sho'rvamiz qaynab turibdi. Bularni ham tayyorlab qo'ydik. Tayyor. Bolgarskiylarni terib chiqamiz bitta-bitta. 20-25 daqiqa topishguncha dimlab yopib qo'yamiz ustini. Ovqatimiz mana pishdi. Endi suzamiz. Mana tayyor bo'ldi ovqatimiz. Endi suzdik, suzib yeymiz endi.